Assalamualaikum Günlarada qanday ahvolingіз yaxshimi? Yaxshi, Mustafa ukam, qanday ahvolingiz? O'zingiz yaxshi Yaxshi. turdingizmi? Rahmat. Bugun biz uchun vaqt chiqarganingiz uchun ko'p rahmat. Aldı bilan sizni qisqacha tunishtirib o'tsam, ko'rmanlarga. Uning keyindan suhbatimizni boshlab ketsak. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ko'rmanlar. Bugun biz Harvard Universitetininki lektori doktor Gülnar Aziz xonim bilan suhbatlashyapmiz. Doktor Gülnar Aziz xonim 1974-yili Bayınbulun oblastiniki Xo'sh noyasida Ziyoli Yayisi dunyoga kelgan. 1988-yili to'liqsiz o'qishni bitirib, Bayınbulun oblastlik texnikum maktabiga o'qishga kirgan. Undan 1991-yili o'qishni bitirib, Xo'sh noyalik birinchi boshlang'ich maktabda o'quvchi bo'lgan. 2001-yili Xinjiang Ma'rif institutida inglizlik kasbida 2 yil bilim oshirgan. 2003-yildan 2006-yilgacha Xinjiang University Filologiya institutida tilshunoslik kasbida magistr aspirant bo'lib o'qigan. O'qish bitirgandan keyin Urumchidagi Ijtimoiy fanlar akademiyasida, Ijtimoiy fanlar akademiyasiniki qaramog'idagi til tadqiqot o'rnida ishlagan. 2011-yili taklif bilan Amerikadagi Kansas universitetining insonshunoslik fakultetiga tadqiqot bilan kelgan. 2012-yil yil beshida to'liq o'qish mukofoti bilan doktorlik o'qishni boshlab, 2019-yil oxirigacha bu universitetda o'rganish va tadqiqot bilan shug'ullangan. O'qish bitirgandan keyin, ya'ni 2020-yili 1-yanvardan boshlab Harvard Universitetininki taklifi bilan Uyg'ur tili, ya'ni hozirgi zamon Uyg'ur tili va Chag'atay Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib ishlayotdi. Xo'sh, Gülnarada undaq bo'lsa, o'zingizni ozroq qo'shib qo'ygan mazmunlar bormi? Hozir qarsam masalanga tushuntirishcha 1991-yili o'qishni bitirib, Xo'sh noyalik birinchi boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lgan debdi. Bu meni diqqatimni tortdi. Hamda bir boshlang'ich maktab o'qituvchi bo'lishdan boshlab, hozirgacha bir Harvard universitetiniki lektori bo'lib, shu oliy bilim yurtida dars beryapsiz. Bu jarayonda qandaq jafolarni chekdingiz, qandaq tirishdingiz? Qandaq bu hollarga kela oldingiz? Mush to'g'ri ozroq so'zlab bera olasiz? Bo'ldi, men mush to'g'risida biroz to'xtalmoqchi edim. Hamda ko'pincha mening atrofimdagi do'stlarim yoki meni bildiganlar sen bek g'ayrat qilding, mushu boshlang'ich maktab o'qituvchisidan hamda mushundaq bir oliy bilim yurtida, ham bu Amerikada Harvard universiteti dunyoga taniqli mushundaq bir maktabga o'qituvchi bo'lib kirish bu jarayon bek oson emas. Depek hurmat qiladi ham noytilqi faxrlandi deb o'ylayman. Mening bu jarayonimni aytsak, hamda shu siz bayam degandek, men Xo'sh noyis tug'ildim, o'sdim. Ammo men hatto to'liq o'tirma o'qimadim. Universitetda sistemalik o'qimadim desam bo'ldi. Shu texnikum maktabda hamda shu Xanzu til kasbida o'qidim 3 yil. Undan keyin shu boshlang'ich maktabda yurtimda Uyg'ur bolalarımızga Xanzu tildan ders berdim. O vaqtlarda 3-yillik chiqqanda bolalar rasmiy Xanzu til darsini sistemalik o'qiydi. 10 yil o'qituvchilik qilish jarayonida men o'rganishdan to'xtab qolmadim. U chaqlarda hamda hozirmi bormi yo'q bilmayman, vatanda shu Xinjiang Universiteti anandagi Ma'rif nazoratininki birlashib ochgan bir o'zligidan o'rganish kursi bordi. Biz bir tarafdan xizmat qilib turib, bir tarafdan shu o'zligimizdan o'rganib, imtihoniga, bir tutash imtihoniga qatnashib, shu texnikum, oliy texnikum, anandan keyin oliy maktabninki darslarini o'qib, shu bakalavrilik unvonini oldik. Men shu sistemaga kirib, izchil o'qidim, bir tarafdan ishlab, bir tarafdan bu meningki shu vaqtdagi sharoitimga noit mos keldi. Shu davomli yana shu Xanzu til kasbida oliy texnikum ham universitetning darslarini ilib, uni o'qib tugatib, bundan keyin bunda o'rganish xuddi mening bir hayotimda, o'zimning turmushida kundalik ayrilmas bir parchasiga aylanib qolgandek his qildim. Shuning bilan men davomli o'qisam bo'g'dak deb
Xanzur tili kasbini o'qib bo'lgandan keyin Uyg'ur tili adabiyot kasbida o'qidim. Shu o'zligidan o'rganish nemisida. Shu bilan 2002-yilgacha shu izchil hamda shu hisobda u o'qishni 1995-yil boshladim. 96-95-yilning 10-oyda. Dastlabki bir qancha yil yangi ham yosh ham kichik xizmatga yangi chiqqanda o'zingiz nihoyat hayajonliq bilan butun kuchingiz bilan xizmat qilasiz. Shaxsan men shunday qildim. Shu bir qancha yildan keyin to'xtab men bu texnikum saviya bilan turib qolsam qanday bo'lar, bir o'qishning yo'lini qilsam bo'ladi deb shu o'zligidan o'rganish programmasini o'zimga loyiq ko'rib o'qidim. Ondan keyin shu 10 yil xizmat qildim boshlang'ich maktabda. O vaqtlarda xizmat nihoyat yaxshi ishladim. O'quvchilarimning shu Xitoy til saviyasini bek yuqori sistemaliq yaxshi o'qib chiqqan shu noyada hammalar nihoyat yaxshi e'tirofga erishgan o'qituvchi edim. Oblast bo'yicha nihoyat ala yuqori natijalarga erishgan. Bundan keyin shu o'zimning kichigimdan o'qish orzuyim bek kuchli, to'xtamay o'rganib, izlanib keyin shu Marb institutiga bir 2 yillik bilim oshiradigan bir fursat kelib qoldi. Asli kasbim xanzur tili. U yerga kelgandan keyin kirib bir 2 oy o'qib baqdim, qarsam men o'zligimdan o'rganish jarayonida sab o'qib bo'lgan materiallar uytilyotdi. Shuni to'xtab men bu yerda 2 yil vaqtimni isrof qilib, o'rganib bo'lgan narsani yana davomli o'rganmay deb izlandimda, masalan men shu to'liq kursni o'qib bakalavrlik unvonini olib bo'lsam, undan keyin yana eshib o'qiydigan qanday yuqori ma'lumotli o'qish programmalari bordi deb u yerda andin bakalavrlik o'qishninki borligini yo'q aspirantlik o'qishining borligini uning cho'qim chet tili yo yapon tili rus tili yoki ingliz tili ekan shu vaqtda bizning Urumchidagi sharoit talab shu bir chet tili o'rganish kerakligini bilgandan keyin mush uchurlarga erishib men 2 oydan keyin ingliz tili oliy texnikum sinifiga yo'tkaldim shu fakultetda talab qilib. O jarayonda hamda ingliz tilini nol, ABC'ni bilmaydigan chog'lar, lekin sinf oliy texnikum sinifi. Shuningga u darsdan sirt, ya'ni kashlik kursga yoki shanba-yakshanbalarni to'xtamay, shu maktabning sirtida ochilgan kurslarga qatnashib, shu darslarga yetish uchun shunchalik tirishdim desam bo'ldi. Shu 1 yil tayyorlik qilib, aspirantlik imtihonini berib, o vatan ichida aspirantlik imtihonini o'tmak xil test ish hamda. Bakil test. Shaxsan menga o'xshash bunday qilqi oliy maktab sistemini o'qimagan odamga nisbatan xililam bir test ishdi. Ama u o'tgandan o'tdim haqiqatan u vaqtlarda oqshomlari bir 4 soat uxlasammi shunchalik bir energiyarim bor shunday o'rgangan. U o'qishni o'tgandan keyin 3 yil hisobdim shu filologiya institutida Xinjiang universitetining 3 yil tilshunoslik kasbida o'qigan bo'ldim. Ustozlarimiz Xalq Niyoz efendi, professor Muhabbat Qosim, professor Arslan Abdullah qatorliq muallimlarning qo'lida ta'lim tarbiya oldik. Uningdan sirt yana bizning shu rahmatli ustozimiz Hamid Umurkam, Mirsulton Osmonov Muşularning o'ylarigacha izlab berib, biz mush kasbda o'qiydik deb bilmagan narsalarni xijil bo'lmay so'rab degandek, ashundaq bir xil bir o'tdak bir qizg'inlik bilan shu Uyg'ur tili tilshunoslik kasbiga kirdim desam bo'ldi. Bu 3 yil jarayonida. Yaxshi. Shundaq tirishib, yaxshi natijalar bilan o'qidim. Dissertatsiyarim u vaqtda shu hozirgi zamon Uyg'ur tiliga fe'llar to'g'risida bo'lgan maqolamni shu o'qish bitirish dissertatsiyarim a'lo baholangan maktab bo'yicha. Yaxshi. Shu tayyorlik ustozlardan dars o'qisiz masalan gapimiz bilmayaptim. Shu bir nimga dedingiz baya shuna qiziqib qoldim. Shu ustozlardan, tilshunos ustozlardan ta'limopsiz, men bir kasbdoshingiz, mening undaq bir fursatim bo'lgan emas, men undaq ishlab bo'lgan. Ularninki sizga eng ta'sir qilgan shu tilshunos bo'lish bilan qaysi jihatlarni azroq shuni bilgim keldi. Bo'ldi, bek yaxshi savol bo'ldi bu. Haqiqatan men shu kasbga yangi kirgan vaqtda o'zim men amaliyotda men burungi nimamda men matematika, geometriyalarga bak qiziqdim. Chunki o'zim to'liq o'tirib o'qimagan, u tanlashni o'zim tanlagan.
Şununla keyin aspirantlık o'qish degan vaqtda menga tabiiy fanga rasmiy kasbga kirdiganga menga fursat yo'q. Ammo shu tilshunoslik kasbi amaliyotda tabiiy fan bilan ijtimoiy fanning mana giralishib ketgan bir o'tir nuqtasi turadigan bir kasbsiz bilsiz buni. Bu nonda grammatik tadqiqotida shu cho'qim bir qonuniyat chiqarmiz, xuddi bir formulani yechib chiqarganga o'xshash. Adabiyotga o'xshamaydi-da, hamda adabiyot bilan farqli yeri, lekin hamda ikkisini aytdi, yanada giralishib ketgan deymiz. Shu tunji qatim bizni rahmatli ustozimiz Xalq Niyoz muallim bilan muhabbat qasim muallim ikkisi biz sizlarni yangi o'quvchilarimiz deb ularni aytdi. Aspirant o'quvchilarmi maktabda bek oz. Shu bir muallimning qo'lida bir ikkidan jiq bo'lsa 3 shunda o'quvchi bor. Butun maktab bo'yicha yig'ib kelsak, tabiiy fan, ijtimoiy fan bo'lib 30 bormaydi shu yillari. U 2003-yili. Biz sizlarni ustozimiz bilan tanishtiramiz deb bir kuni bir mushtaq bir yig'ilish o'tkazdik. Shu ustozimiz Mirsulton Osmonov efendi bilan tanishtirmoqchida bizni. Nayt hayajon, hamda xushal bu muallimning burungi o'quvchilari ham biz men saboqdishim bilan ikkimiz yana bir saboqdishim bor. Yangi kirgan o'quvchi bo'lib bir 9-10 aylan qatnashdik u ko'rishishga. Men shaxsan bek hayajonlandim, hamda donliq bir ustoz bilan ko'rish fursati bo'ldi deb. Şunun bilan bu muallimning bizdan tunji qatim so'ragan savoli nim bo'ldi masalan mendan desiniz. Siz nimishki bu kasbga kirdingiz? Bu pul topadigan kasb emas. To'g'ri. Bak japalan tatadigan kasb, siz buni o'qib pul topolmaysizlar, jinolni boqolmaysizlar. Deb so'radi-da, shu men hayron qolgandim. Ondan şu mana şuningdan hozir 2003-yildan hozirgacha mana 15, 16, 17 yil bo'lib qoldi. Bag'an sira o'sha har bir qiyinchilikqa yo'liqsam, mush kasb jihatda osh muallimning gapi quloq turimda jaranglaydi. Bu pul topadigan kasb emas, ammo ijtimoiy unum yaratadi, iqtisodiy unum yaratmaydi, ammo ijtimoiy unum yaratadi, lekin u keyin sizlarning quyrug'inglarni qum bosgan chaqda natijalar chiqadi. Bu bek uzun safar ham jafoliq degan. Mushunga bilinglarni bag'ildinglarmi deb so'ragan. Bu bek ta'sir qildi. Yani yana birisi shu rahmatli Hamid Temur muallim bilan Mirsulton muallim ikkisi udul qo'shnidi, til yoziq komitetining ishchilik oyliklar qo'rusi. Mening bir o'zim ortiqchiligim deb o'ylayman, bir narsani savol masalan kallam mujmal bo'lib qolsa, ashuni so'rab javobini topmoqcha jim turmayman. Şoňalyk mektepde universitet muallimlerimden so'rab, ulardan qanoatlanarlik javob olamagan bolsam, erinmey şu barmanda şu muallimning ishigini chekma şu men keldim sualim bor. Şunga shoyimish bo'lish kerak a. Ularmu şu izchillikqa nim qilib her qachon ish qilib bağlan bolsa, men ba'zan da telefon berib, mening bir qancha sualim bor deb olsam bo'lamdi. Erinmey qarang, keyin endi ma'bu rasmiy kasbini o'rganib, o'zim bor materiallarni ko'proq ko'rib qolgandan keyin o'ylab qolsam, hatto ba'zi nihoyat oddiy savollarni shu sualim bor deb shu vaqtlarda ketib, shu muallimlarni so'rab yurib ekanman. Ajab shu muallimlarim menga bir mushunda mush savolni men avar qilib so'rab keldimmi deb xafa bo'lmay, zerikmay, terikmay o'rgatibdi deb bek shu tarafi bek ta'sir qildi menga. Nihoyatda cho'ng hamda ulug' olimlarimiz esida qat'iy erinmaydi. Ondan keyin bo'pmi ustozimiz keyin nima Hamid Temur Kambaldirroq tugab ketdi. Ustozimiz Mirsulton Kamdan hatto men qadim Uyg'ur tili, shu Urxon Yensa yoziqlariga abidlardagi yoziqlar, Chag'atay Uyg'ur tili, shu bizning hozirgi zamondagini o'qib uning tagiga yetolmay, yo bu tarixdan o'rganmasak bo'lmaydi ekan deb oxiri chekinib, shularni o'rganib, uni so'rab berib, keyin hatto shu til yoziq komitetining qarmog'ida bir til tadqiqot ishxonasi bor. U yerda bir 4 aylan ishlaydi. Ular bilan birlashib, biz bir kichik bir sinfdagi bir guruhni qurib, shu muallim taklif qilib, bizga shu qadim Uyg'ur tilidan leksiya so'zlab berdi-da, haftada bir qatim. Biz nihoyat qat'iy qilib o'rgandik uni. O'rganib, u vaqtlarda men akademiyada ishlayotgan vaqtim. O şu jarayonda andan keyin biz shu qadimgi turk tiliga oid nimalarda yozilgan
taş pütüklerge yazılgan bütün materiallarını, mesela Türkiye'de, Germaniyada, Kazakistan'da, chet elde kılıngan tadqiqatlar heli barken, lekin özümüzün bizge teve bolup turup, Uygurlarda tehe resmi vücuduk çıkan bir team yok ki biz Abnum rayonluk bir tadqiqat türünü iltimas kılıp, elip onu 3-4 yıl işledik. İşlep şu ameliyattan 2017 yıl neşirden çıkarttı o iki toplam bu. Keyin ma vaziyat özgürlük o qanday oldu, axırısını bilemedim, alaqımız üzülüp qalgandan keyin. Şunchalik darajada hamda shu muallimlarimizning mayli universitetdagi o'qituvchilarimiz bo'lsin, shu Arslan muallimdan bek chiq savol so'raydim, to'xtamay, erinmay, hatto ba'zida shu o'zining kitobxonasida bor kitob materiallar, balkim sizning so'rgan savolingizga ma kitobdan javob chiqib qolishi mumkin deb o'zining chet eldan kelgan nurg'un kitoblari bor ekan muallimning. Şuna materiallar bilen təminləyirdi. İşte bu yerdəki oxutucularımız bək isil. Şundaq müəllimlərini görüb oxudum. Onundan keyin ma akademiyada işləş jarayonida bir dövlətlik tədqiqat temasını işləb tügətdim. Peyillar doğrusunda yanıla. Çünki bu şu rəhmətlik Xalq Niyaz müəlliminin bir gibi vardı. Faqat yadımdan çıxmaydı. Bir temini tutup aşı içkirlep kirip kılını kırık yerip aşı hiç kim sizge bir narsa diyemeyecek yerge aparsanız bana bu aşı tadqiqatda ama yuqur pəllik çıkan bulsiz deydi. Şununla aşı muallimning gibi bek ta'sir qilgan mana şu 2003-yildagi gap bu. Şu men şu vaqtda temam şu hozir zaman Uyg'ur tili peyillar to'g'risida bu peyil degan bir jangalkan desam bo'ladi. Şu kirib qolganimni bilmay hozirgacha chiqolmadim. Davamlıq izchil qilayotgan tadqiqotim men sal turib men yana tafsiliy so'zlasam bo'ldi. Izchil peyil to'g'risida tadqiqot qilyapman, lekin uning tagiga yetib chiqib bo'lolmadim. Bak chiqish bor ekan buning ichida. Buning o'zi shu tilimizning ne kadar boy ekanligini ko'rsatib beradi shuningga bu birsi. Andin shu to'xtamay izlanib temalarni ishlab tug'ashqa bu Kansas universitetidagi professor doktor Dwyer xonim Muşu NSF'den bir projekt yaptıkken, o muş Türkiye tillardaki peyillar doğrusu bulup mu Uygur tilideki peyillar, Özbek tili bilen Uygur tilideki peyillar doğrusu da tema yaptıkken, bunun çokum bir muşu ana tili Uygur tili bo'lgan tadqiqotchi bilan hamkorlashish kerak ekanda, shu u bevosita menga xat yozibdi. Shu bilan 2010-yili yil oxiridagi gapdi. Mushundaq bir tema oldim, bir kelib agar sen kolay bolsa, müşün billa işlesek bir 4 yıllıqda. Şuna olan ben onkin uyladım da, bunda bir çetellik bir profesör sınav tilini tadqiq qilyapman, kelib mani billa ishla desa, yo'q, men ishlamayman desam, bu bir millatga bo'lgan yuzsizlik bo'ldi-da, bu mening shaxsiy ishim emas. Shu vaqtda buni kichik bolam kuchugim dedi, hamda bir yoshdan oshgan. Oiladagi shaxsiy o'zimizning qiyinchiliklarini bir chetga qayirib qo'yib, men misha kelish qaror berdim. O vaqtda mening qandaqdir chet elda o'qiydigan undaq orzuyimmi hamda yo'qdi desam bo'ldi hamda. Va bekrak oilani muhim o'ringa qo'ydigan bir traditional demdik an'anaviy yo'lda oila bek muhim deb o'ylaydigan bir ayol bo'lish sifati bilan chet elga chiqib o'qishni bek orzu qilmagan. Ama bu yer keldim, o 4 yıllık planken, 2011 yıl 6. ayda keldim hesapta. 4 yıllıkça ben bu projekt kilam işlep oldum, hem de doktorluk iltimas qilib baxsam, şart-sharoitim to'shsa, men bir o'qib baxsam bo'ladimi degandek orzu bilan andan keyin shunga tayyorlik qildim, 20 yil ichida iltimos qilsam, to'liq o'qish mukofot puli bilan shu dastlabki 3 yilga $92,000 o'qish mukofot puli berdi. Şunun bilan men o'qishga kirib ketdim. Shu antropologiya fakultetida tilshunos, til antropologiyasi demdik. Hozir gapimizni yana bilib o'tib qoldim. Til antropologiyasi dedingiz. Endi shu fakultetda asosliq qaysi temada qanday tadqiqotlarni olib bordingiz? Belki yaxshi savol bo'ldi. Men hisobda shu kelgandan beri Kansas universitetida 8,5 yil turdim desam bo'ldi. 8,5 yil jarayonida dastlabki 4 yilda, dastlabki 3 yilda biz shu
hozirgi zaman Uyg'ur tilidagi yordamchi fe'llar to'g'risida bir tadqiqot temasi ishladik. Bu shu NSFning Amerikaniki davlatlik temasi turi bo'ldi. Biz buning asosligi shu bizda masalan siz bilasiz fe'liq ravishtash qo'shimchasi bilan ikki fe'l birlashib keladigan bu qurilma ko'p Uyg'ur tilida. Boshqa turkiy tillarga selishtirganda Uyg'ur tilida eng ko'p. Mesela yatkılı koptum, mangılı tudum deydi. Bunu mesela meyli ana til olsun, meyli ikinci bir til kılıp ders ötüş üçün mü xeyli düşendiriş xeyli qiyin. Külüp saldım deydi, külüp kettim deydi, külgülü tudum deydi. Bu zaten nimana bildirdi de. Biz bunu ilki tilşünaslık noktasıdan cümlelerge belge koyup, analiz kılıp bunu amalba kompüterga tonutup, belki otomatik belge koyuşunu sınaq qilish uchun ishladik o temini. Hem yana birisi biz o'zbek tilidan bu material yig'dik. O tor betimizmi bor, hamda open public ham ko'ralaydi. Shu dastlabki 3,5 yil shu proyektni ishladik. Bu jarayonda men ham doktor o'quvchi, ham shu tadqiqotchi bo'lib, tang ishlab mavduda ham yerim vaqtimni o'qishga sarf qilsam, yerim vaqtimni shu tadqiqot bilan. Asan emas. Haqiqatan taskan hem mushu jarayon taskan qarang'ilqi. O Kansasninki havasi nihoyat namligi yuqori, o'tir qismi nihoyat issiq yoz vaqtlari. Undan tish issiq olgan bilan binoning ichiga kirsangizlar butunlay nimani eslatgan havodan shuishni. Shuning bilan u cho'qim bek sovuq. Biz yurtimizda bundaq sharoitda o'sib yetilmagankin, mening shu burun yalluq deydigan bir kasallarim paydo bo'lib, bek qiynaldim u yerda. Hatta ba'zan kunlari shu yig'lab ketgan kunlarim bor, yo'ldoshim u yoqda, u vaqtlar ko'rshalaydi. Qilsam, bo'ldi tashlayib o'tib yenib keling deydi-da. Men nimishqa tashlayib o'tdim, men yenib kelmayman. O'qiyman deb kelgankin cho'qim ayg'in chiqarma deyman. Albatta buni so'zlab tugatib o'g'il bo'lmay, nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin shu izchil to'xtab qolmay har kuni tirishib bu orliqda hatta shu men Rayla ma'lum bilan bek yaxshi o'tdim. Rayla Davud xonim. Rayla Davud, professor Rayla Davud bilan pat emailda xat yozdim. Ma'lum men faqat chidmadi. Bek japal hop ketib bordi. Qanday qilsam siz ashada bir kun tursangiz sizga bir kun bir narsa shuqidi. Hargiz to'xtab qolmam deb. Men bek rag'bat bergan shu Rayla Davud ma'lum, Abduqadir Jaloliddin ma'lum shundoq rag'batlantirgan. Shu jarayonda bu birisi shu fe'llar to'g'risida tadqiqot qildik. Undan keyin ikkinchi ishlagan temamiz 4 yillik temani ishladik. U jarayonda menga ikkinchi bosqichda $245,000 o'qish mukofoti pul keldi. Shu London Universitetida saqlangan Gunnar Yaron efendi aynı zamanda yani shu burunqi shu Shivitlar 1930 yillargacha 1920dan 38gacha Qashqarda tug'an shu jarayonda yig'ib akatgan nurg'un qo'lyozmalar, shu materiallar bor ekan. Bularni chet eldagilar tadqiq qilgan, masalan, aynı zamanda 2007 yil bo'lishi mumkin. Xatolashmasam 2007mi, 2005 ustozimiz professor doktor Asad Sulaymon ma'lum maxsus berib bir yil ashada ziyoratchi tadqiqotchi bo'lib turib Shvetsiyada mushu materiallarni chunki u Gunnar Yaron efendi vafot bo'lgandan keyin uning xonimi shu butun o'zining shaxsiy kutubxonasidagi materiallarni shu kishi o'qigan universitet, ya'ni Shvetsiyadagi London universitetiga taqdim qilib ekan. Şu bu materiallarni hamda shu ana tili Uyg'ur bo'lgan bir tadqiqotchi kataloglarni turg'izib qilmasa, uni boshqalar qilib bo'lmaydi deb shu sabab bilan Asad ma'lum shu yerga borgan. Hamda shu materiallarni shu professor doktor Duayir xonim ham guruhimizda undan boshqa Fransiyadan Alex Papas efendi kishimi tadqiqotchi, Fransiya akademiyasida ishlaydigan. Andan keyin bizning bu kompyuter tadqiqotchi bir mutaxassisimiz bor. Shu bir qancha guruhidan aytdi tanlangan odamlarimiz bor tadqiqot guruhimizda. Biz shu birlashib bu materiallarning ko'p qismini shu
sıfırlaştırış demdik, digitize, mesela faksimilni, naiti yaxşı işlengen faksimil nusxasını koyuş torga. Bir tor betimiz var, bizning tor betimizning ismi Chag'atay 2.0. Shundaq deb latincha yozsangiz tor betida torda ko'ralaysiz. Mush 2 yil projektni hozirlikqa ko'pchilikka yechib etilgan nurg'un qismlari hozir ashunaqada bor. U asosligi biz shu yarın collection deydi, shu materiallardan maxsus shu 2015-yili Shvetsiya London universitetiga bordim men. Ana til bo'lgandan keyin sen berib shu qaysi materiallarni tanlab elib, uni tilshunoslik nuqtasidan mushtaq transliteratsiyasini berib, uni ingliz tiliga tarjima qilib, bunda qilgan ishlarimiz borda. Mushunday material tanlasang deb biz bir berib u yerda dastlabda bir material tanladik. Undan keyin yana bir qitim berib bir workshop o'tkazdik. Shu guruhdagilar shuni qanday qilganda yaxshi ishlab ma'alaymiz deb. Buni ishlash jarayonidan bekcha qiyinchiliklarga uchirdik. Masalan, men uni kompyuterda buni farsi nim bo'yicha kirgizimiz. Hozir zaman Uyg'urchaga kirgizib bo'lmaydi, lekin uning degan nurg'un shu imlo qoidasi, yozish usuli, andan keyin shu nimani yozgan odamningki, kotibotningki yozish usuli degandek, uni aynanlikka asliga hurmat qilamiz degandek nurg'un qoidalarimiz borda. Endi bu kompyuterdagi mutaxassisimiz bizga nimani template skeletni qurib berdi, chunki uni Word dokument yozib olmaydi. Cho'qim bir editorda yozish kerak. Shuni biz XML editorda qo'llandik. Uni orqa yuzida shunda ishlaymiz. Andan keyin uni HTML aylantirib, tor betida ko'ringidek ko'pchilikka ko'riladigan holatga kelamiz degandek. Shundaq jiq qiyinchiliklar bo'lsa-mu, izchil ishlab shu projektni men o'qish bitirishdan burun tugamagan, u projektimiz bu yil 6-oy tugaydi. Hisobda shu Yarın collectiondan bir 90% materialni biz faksimilni berdik. Undan keyin tanlab shu transliteratsiyasini bergan narsalarimiz 10% bormaydi, chunki uning vaqtcha vaqt ketadi. Elim 4 yil jarayonida bak izchil ishlab keldik. Eng muhimi undan shu tibovatchilikka biz Uyg'ur tibovatiga oid 2 kitob bor ekan. Shundan bir kitobni tanlab, biz uni nihoyatda inchga shu tibovatchilik to'g'risida bo'lgandan keyin mening u vaqtda o'ylaganim hamda tarixga oid, boshqa sohalarga oid material tanlasaqmi bo'ladi, uni qilayotganlar bor. Lekin insonshunoslik nuqtasida turib, tibovatchilikka oid bir materialni tanlab, shuni hozirgi zamondagi odamlar ko'raligidek inglizchalarni o'qib, buni hamma manda degan gapga deyaligidek holat kelsa, balkim meditsina sohasiga bir foydasi tegib qolsa ajab emas degan maqsadda shu kitobni tanladik. Shu kitob to'g'risida inchga tadqiqot etib bordik desak bo'ldi. Shu tema asosiyatdan shu ishlandi. Andan keyin bu mandaq yumbuloq nimaga uzun bir 2,5 metrdek yozilgan bir nim bor ekan, oila shajarasiga o'xshashchi. Nasib nomimi? Bu shu Yoqubbek zamonida yozilgan shajar ekan. Uni ishladik. Undan keyin ham nurg'un risolalar bor. Mesela Yarın collectionda. Undan keyin kundalik turmushga oid nurg'un asarlar bor hamda. Ashuna egarlikqa ko'pchilikning vaqti bo'lsa, men u torbetini yana bir tunishtirib ko'z tutib qo'ysam bo'ladi. Bugun vaqt bek yetishmay qoldi bo'g'ay. Asosligi shu 2 cho'ng temada tadqiqot etib bordim. Hamda yolg'iz men emas, bu guruhda nurg'un boshqa tadqiqotchilarimiz bor. Hamda bu ko'pning kuchi ko'p bo'ldi ekan. Shu bo'pmi shu Amerikada kelib mening shu tadqiqot jarayonida o'rganganim teamwork deydi. Bular shu hamkorlashish. Hamkorlashgandimi, bir-birisining emgakiga hurmat qilish. Herkes boshqalar ishlagan emgakni men ishladim davomay turib, har birisining qilgan ishini guruhda nihoyatda aniq inchga shundoq hammasiga bir xil kredit berdi.
Muşu taraf neymen bek yaxşı gördüm bu yerde. Şu izchil şu ikki temini işlepdim ha. Ondan keyin menimcha shu undan keyin bir yil o'qish bitirib bu yerga o'qish xizmatga kelib qoldim. Hozir ishlayaptim. Biz bir necha qatim Amerikadagi xalqaro tilshunoslik yig'inida ko'rishdik, diydorlashdik. Shu vaqtda shundoq bir diqqatim yana bir tatgan tema bo'lsa, Uyg'ur tilida yordamchi fe'l bo'lsin, boshqa fe'llar bo'lsin, nihoyat ko'p fe'llar bor. Siz shu bir bol fe'lni tanlab ekansiz. Shu to'g'ri shu vaqt so'rsam, bu dissertatsiyangiz bilan munosabat qilsam shu bol fe'llar degansiz, men o'tirib o'ylab ketgandim. Buningda qanday dissertatsiya yozib bo'lar? 100 necha bet, 200 necha bet deb. Bu qanday bo'ldi axir shu bol fe'llar dissertatsiyani yozib uni yoqlab bitardingizmi yo boshqa temalarga almashdingizmi? Shundoq bo'ldi. Bu bir qiziqarli ish qarang. Bu to'g'risida gapirib bersam, eng dastlabda men rasmiy doktor o'quvchi bo'lib kirgan vaqtda hamda mening yetakchi o'qituvchim bir shu tadqiqot temangni loyihasini topshir dedi-da. Men bir 2 oy tayyorlik qilib izlanib hamda kirdim men muallimning oldiga kirib shu qadimgi turk tilidan hozirgi zamon uyg'ur tiligacha hisobda 6-asrdagi shu tosh bitiklarga yozilgan narsalardan tortib hozirgi zamon uyg'ur tiligacha bo'lgan shu jarayondagi 10 necha asrdan hamda 1500 yillik tarixdagi fe'llarning bo'pmi yordamchi fe'llarning o'zgarishini tekshirib tarixiy nuqtadan selishtirma tadqiqot qilgan bor dedim-da. Chunki men bu hozirgi zamon uyg'ur tilida fe'llar to'g'risida izlanish jarayonida ba'zi narsalarga javob topolmay keynimga chekindim-chu, bayam ozroq deb o'tdim. To'xta, bu Chag'atay uyg'ur tili davrida qanday bo'lg'iydi? Qadim uyg'ur tili davrida qanday bo'lg'iydi deb o'sha keynim chekinib qarasam, bu qadimgi turk tilida 3 yordamchi fe'l bor ekan. Faqat 3. Andan keyin men o'tir davri kelgan chaqda, masalan, Chag'atay uyg'ur tili davri kelgan chaqda bu fe'l 15 yordamchi fe'l bor. Andan keyin hozirgi zamon uyg'ur tili kelgan chaqda bu yordamchi fe'lning soni 21 ga o'tdi. Shuning bilan bu taraqqiy qilayotgan, yana davomli o'zgarib, yana ko'plab fe'llar yordamchi fe'l sepiga kiramdi yoki bu zot qanday bo'ladi? Shu yerga kelgan vaqtimda bir kallamda bir savol bor-da. Bizni yana bir savol tug'ildi. Bizning shu tilimizdagi fe'l nihoyatda murakkab. Har qanday bir harakatni, har qanday bir shu hissiyotni ifodalagan bo'lg'ashqa, masalan, shunchalik ayni zamondagi kuchli til bo'lgan, masalan, to'qar tilini yeb ketganda, assimilyatsiya qilib olgan yerlik tillar. Amaliyot u Indo-Yevro til sistemasiga taraqqiy qilgan til shu zamonda. Endi shu bir sabab bo'lishi mumkinmidi degan bir savol bor, lekin bu savolga men hozir javob bera olmayman. Shu savolni to'g'ri, men 2015-yil Germaniyaga borganda turkolog professor Shonik apandi bilan ko'rishib, shu savolni o'tirib qo'ysam, sen mo'ng'ul tiliga qarab boq dedi-da. Ammo endi uni men unga qarab boqqandek bo'lmadim. Shunda bir mujmal savollar kallam tehichi bor. Andan u muallim dedi, sen 30 yillik planni qilib kelsan, 5 yillik plan qil dedi-da. Bu buncha valla cho'ng, bu tema bak cho'ng, buning hammani sen bu yerga doktorlik o'qishingda tugatanmaysan dedi. Shuni undaq bo'lsa 1500 yillik datani yig'aman demay, 150 yillikni yig'ay unda ostab, hozirgi zamon bilan keynimga chekinib, shu bo'pmi Chag'atay uyg'ur tili davrining keyingi davri. Amaliyotda Chag'atay uyg'ur tili 600 yildan ortiq tarix. Shuningga shu keyingi davr bo'lib, jami shu, masalan, 1880-yildan boshlab, masalan, 2000-yilgacha degan oraliqdagi shu data ham qo'limizda bor, masalan, shu proyekt ishlayotgan datani sen temang ishlasang bo'ldi degandek ma'noda yaxshi imtiyozlarni berdi-da muallimim. Shuning bilan bo'ladi deb shuni yig'dim men. Yig'ib ayni vaqtda texi yolg'iz bo'lni qilmaydim. Shu butun yordamchi fe'llarni tekshirmoqchidim. Ham bu jarayonda shu bizda shu ba'zi yordamchi fe'llar taraqqiy qilib qo'shimchaga aylanib qolgan shakllar bor-ku. Masalan, ivat deymiz, ival deymiz.
iver deganga o'xshash, ala degan qo'shimchalar amaliyotda shu fe'lning murakkab xabar shaklidan kelgan. Shu bularni mushu nimaga qo'shimchaga aylangan vaqti balkim shu Chag'atay Uyg'ur tili bilan hozirgi zamon Uyg'ur tilining ayrılgan bir davr bo'lishi mumkin. Chunki biz uning chak-chegarasini tex bilmaymiz-chu. To'g'ri. Aşı bo'lishi mumkin. Moshini bir tekshirib baqay deb uningga material yig'dim, lekin materialim yetarli bo'lmadi. Hatto 150 yillik data yig'ma deganim bilan, masalan, har 10 yilda yetarli o'xshamagan janrlardan misolim bo'lsa, anandiki uni qila olaykan. Shu oxir bo'lmay, anandiki bu bütün fe'llarni nim qilman demay, oldi bilan bir fe'l tutib ishlab baqayli deb, anandiki mushu ya bolni ya qilni, chunki eng kapsiz ikkisi da, birisi nima ötümlük birisi ötümsiz. Şunun bu bolga qarsanız hamma yerda bor, sintakslik qurilmasi qarsanız. Şunu to'xtab avval shu bolni bir ishlab baqayli deb, ondan u Chag'atay davridagini bu bol degan tema bir fe'lni bir odam maxsus tema qilib ishlab baqmagan ekan, yep-yangi tema. Hozirgi zamondagini shu nurg'un kitob materiallarga, masalan, bizning grammat kitoblari qarasak, bol degan bir fe'l to'g'risida tushuntirish jiq bo'lsa bir bet yoki ikki bet bo'lmaydi. Shuningga bu to'xta bu bo'lmabdi deb biz oxiri yana bu Chag'atay tili davridagi bir tarixiy davr, hozirgi zamondagi bir davr, anonkin ikkisini selishtirish degan ayrim bu jami anonkin temani oldin yaqinlash, men mush temani ishlayman deb o'tirib qo'ysam, bir ikki professorim sinon bu nimada 3 tema bor ekan. 3 dissertatsiya temasi bor ekan. Hozirgi zamondagini bir qilib, Chag'atay Uyg'ur tili davridagini bir tadqiq qilib, anan ikkisini selishtirib tadqiq qilish degan u ayrim tema. Sen bunchalik vaqt buni qilib bo'lmaysan deb yana qisqartib, endi sen o'zing shu ona tiling Uyg'ur tili, hozirgi zamondagi Uyg'ur tilini so'zlaydigan adam bo'lgandikin, hozirgi zamondagini avval qil deb fikr berdi bular. Shuning bilan u professorlarimning fikri bo'yicha men faqat hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi bol fe'lininki murakkab xabar shakli to'g'risida dissertatsiya yozdim. Haqiqatan bundan nima chiqadi deb o'ylagan, yezib kelsam 250-300 betga yaqin bir dissertatsiya bitdi. Lekin o bolning ishi tugmadi. Bu texi bir boshlang'ich desam bo'ladi. Shu hozirmi endi davomli yana shu to'g'risida izlanyapman, endi ham uni qo'shib cho'qim boshqa yordamchi fe'llarni. Bu bek murakkab bu temani ayrim so'zlasam bo'ldi. Hatto men chaqchaq qilib bolni bo'ldirib bo'lolmay nimda da aslında deb chaqchaqmi bo'lib ketdi. Men o'qituvchingiz shunday chaqchaq qilgandim degandingiz. Shu. Hozir endi unda xo'sh dissertatsiyangizni mana bitibdi, yaqlab bo'ldingiz. Uni bir kitob shakliga olib kelishni o'ylab baqdingizmi? Chunki bu to'g'risida hech bizniki bo'lmi chet elda tadqiqot yo'q. Uning ustiga chet eldagi tilshunoslarimizni shu qo'limiz bilan sanay olamiz. Buni endi qachon belki planınız bor ya yo'qdi, shundaqmi qachon bizlar yuz ko'rishtirib olaysiz? Albatta planim bor. O'ylayapman buni yana biroz mazmun qo'shish kerak. Qo'shib boshqa yordamchi fe'llarni bir tekshirib, sistemalik bir shu Uyg'ur tilidagi fe'llarning murakkab xabar shakli degan temada bir monolog shaklida bir kitob tayyorlig'im bor. Bu mening endi planim. Endi men dissertatsiyarimda bu endi faqat bir shu fe'lning murakkab xabar shaklining bir kichik bir qismichi bu. Shu buni endi cho'qim bir endi qancha 250 betlik material chiqqan bo'lsa-mu, uni bir kitob qilib emas, balkim bir qancha maqola pach qilib, maqola shaklda berish nimam bor. Ondan keyin Chag'atay Uyg'ur tilininki oxirgi davrlarga oid material chiqqan. Bundan keyingi tadqiqotimda endi men yanalam ashayliqi dastlabki deb kelgan 30 yillik planim u bor yana. Shu qadimgi Uyg'ur tilidan tortib hozirgi zamongacha. Buning uchun birisi shu data yig'ish pek muhim ekan. Biz vatanda o'qigan vaqtlarimizda masalan ona tilimiz o'zimizning Uyg'ur tili bo'lgan ekan, shunda bir misol bergimiz kelsa, cümleden birini kuruplam özümüz. Misalını bürüp ütüp gittik. Yak olmasa
Muşu gez jurnallarda çıkan ama cümleni misal qilib ishlatsam bo'ldi degan bo'lsam, shuni ilib bilan beratdik. Ammo uni tilshunoslik nuqtasidan belgi qo'ymaydik. Siz bilasiz amma kasbda. Masalan, so'zning to'mirini yezib, uning qolgan qo'shimchalarning hammasiga coding qilimizda belgi qo'yib chiqamiz. Masalan, ma ism, ma fe'l, ma degan birinchi shaxsning birlik qo'shimchasi deganga o'xshash u maxsus belgi bor tilshunoslik sohasida. Mushu belgini qo'yish muhim ekanda, anandan bu xalqaro sifatga yetkidak chiqarish uchun bu data misollarimizning hammasini ravon bir ingliz tiliga jumla tarjima qilish to'g'ri keldi. Mushu misol to'plash bosqichiga jiq vaqt ketirgan tilshunoslik kasbida. Yezishga menimcha ko'p vaqt ketmadi deb o'ylayman, lekin shu datani ratlab, mushundaq hammasiga belgi qo'yib, shu qurilmasini ko'rishga jiq vaqt ketirgan. Hamda shu taraflardan yana davomliq hamda shu fe'lni o'zim tushunib bilib oxiriga yetadiganqa ömrüm yetamdi bilmayman, lekin uzun bo'lsin. Vaqtimiz bilan oxiri bir savol so'ragim kelib qoldi. Endi hozir siz Harvard universitetida bay degandek birinchi oydan boshlab ishlayapsiz. Endi burun Kansas universitetida masalanga boshlang'ich o'tir saviya yuqori darajali uyg'ur tilini dars bergandingiz. Hozir Harvardda uyg'ur tili va Chag'atay uyg'ur tili to'g'risida dars beryapsiz. Bu Amerikadagi ham keng ko'lam jihatdan aytgan Harvardda emas, shu uyg'ur tili o'qitish ahvoli to'g'risida ozroq bir so'zlab bera olasiz? Bo'ladi. Amerikada mening bilishimcha uyg'ur tili o'qitish ishlari shu 2004-yili boshlangan ekan. Masalan, bu Seattledagi Washington universiteti eng dastlabda uyg'ur tili programmasi yo'l qo'ygan maktab shu deyman. Undan keyin Indiana universitetida 2004 boshlandi deyman. 2004-2005. Men ani maktabimda olay. 2004-2005 bir yili Kansas universitetidami 2005-yili boshlangan ekan. Shu bir qancha universitetlarda uyg'ur tili programmasi bor. Georgetown universitetimi battığı deyim burun. Ondan bu siz yaxşı bilirsiz, hem bultur uzaq yıldır ders ötdünüz mü? Yazlıq məktəb var, yazlıqdan ibarət. Anneme, Wisconsin Üniversitesi, Madison şöbesi. Toğra. Muş oxşumağan O'rta Asiya tillərinin tərkibində Uyğur tilimi var. Bu nəhayət yaxşı proqramlar. Hem de muş Amerikadakı bir g'arbiy yurtdagi bir cho'ng qudratli ham kuchli davlatda bizning shundaq tilimizni umumshunchalik universitet saviyasida sistemli qilib dars qilib o'tish degan bir Uyg'urlar uchun pek muhim ish deb o'ylayman shaxsan men. Hatta bu men burun o'qigan Kansas universitetida 4 yillik plan borda. Bolalar 4 yil izchil o'qish mukofot puli ep turib o'qiy oladi-da bu darsni. 4 yil o'qigandan keyin u xeylilam yuqori saviyaga chiqib qoladi bolalar. Ondan masalan buni o'qiydigan o'quvchilar asos jihatdan shu rayon O'rta Osiyo yoki bo'lmasam shu Uyg'urlarga oid Uyg'urlarning madaniyatini, tarixini, jo'grafiyasini shu hatto boshqa sohalarda shu tadqiqot qildiganlar, hatto tabiiy fan tadqiqot qildiganlarmi shu tilni o'rganib olganimiz yaxshi ekan deb. Ondan bu yerda siz bilasiz, har qanday tadqiqotda chuqur birinchi qo'l materialni o'zi ko'rish shart bo'ladi. Shuningga bo'libmi shu madaniyat tarix tadqiqoti bilan shug'ullangan o'quvchilar, magistr, aspirant, doktor o'quvchilar asos jihatdan shu o'zininki tadqiqot doirasidagi masalan yo'nalishi bo'yicha shu tilni pishiq o'rganib, shu birinchi qo'l materialni o'zi ko'rib, ondan o'zi tadqiqot olib bordi. Shunga bu Uyg'ur tili programmasining ochilishi bek muhim. Endi bo'libmi Harvard universitetidami burun uzuk holda ba'zi bir yil, ba'zi bir 2 yil o'quvchi bor bo'lsa, dars o'tilib, yo'q bo'lsa uzilib qolib deganga o'xshash Uyg'ur tili programmasi borkan to'q.
Endi bu yıl resmi bu yerga bir Hmm. o'qituvchini elishi, bu Harvard universitetining maktab mudiri shu Xitoyga berib, Beijing universitetida ziyorat qilgandan keyin qaytib keliblar, cho'qim bir Uyg'ur tili o'qituvchisi ilinglar degan shu yuqoridan tushgan buyruq bilan men xizmatga elindim desam bo'ldi. Albatta buningga iltimos qilgan kishilar ko'p bo'lishi mumkin. Shundoq faxrlandik sizning mush o'ringa erishib Buningda dars berganligingizga. Bopmo yilqi men bu Kansas universitetida izchil Chagatai Uyg'ur tilidagi tadqiqot bilan shug'ullangan shu jarayon biroz ig'ir jinga to'xtab qoldi deb o'ylayman, chunki bularda yolg'iz Uyg'ur tili emas, hozirgi zamondagi Chagatai Uyg'ur tilini dars qilib sistemalik o'tish yo'li qo'yildi. Endi hozircha biz endi bir o'qituvchi ikki xil darsni o'tayotgandan keyin 2 yillik planda o'tishni, dars sistemasini o'rinlashtirishni to'g'ri ko'rdik. Endi Xudoyim buyursa, endi tirishchanlik ko'rsatib, amal bor, mushu o'rinni chang tutib, darsni yaxshi o'tish bilan birga asta-asta taraqqiy qildirib, men yangi keldim desam bo'ldi, birinchi oyda kelib, birinchi oyning bir ishga tushdim. Endi bir maktabning ishchilarini, fakultetning muhitlarini, nim bor, nim yo'q deganlarni bilib, o'g'itchilar bu virus Vaba chiqib qoldi. Vaba kesel taqilib ketib, uy qamilib qoldi. Shu nurg'un ishlar to'rda bo'lib ketdi. Lekin menimcha bu yerda fursat ko'p deb o'ylayman. Bir qancha bir faoliyatlarni uyushtirgan asli keliblar aktiv bir energiya berib, Uyg'ur madaniyatini tunishtirishga jiqroq kuch qo'shayli. Shu jarayonda endi bo'lsa, masalan, Uyg'ur til tadqiqot markazi demdi yoki yolg'iz Uyg'ur tili bo'lmasin, yo O'rta Osiyo tadqiqot markazi degandek mana bir markazlarni barliq keltira olsak, o texmi yaxshi bo'ldi-da, hamda shunda bir markazning ostida yana nurg'un faoliyatlarni ishlar qilib bo'ldi deb o'ylayman. Lekin endi shu ilqi qilmay to'xtab jim turib olgandan to'xtamay izlanib tirishib baqsaq, mening chuqur yo'l ochiladi shu. Yo'l izlanguchilarga mansub. Rahmat. Bək yaxşı sözləb berdiniz. Demək ki, hozir bugungi söhbətimizni shuni ko'ra olamiz. Har qanday qadam terishsa, fursatni ching tutsa, davomliq shu o'ziniki g'oyasi bo'yicha, arzusi bo'yicha o'ziniki bir kishi kasbini chiqarsa, o'ziniki arzuga yetadi degan gapga mana baya boshda shunday deb o'tdik. Bir boshlang'ichniki o'qituvchisidan hozirgi dunyoning eng oliy bilim yurti bo'lgan Harvardga kelish musobaqangizmi shu tirishchanlikning, izchillikniki bir cho'ng bir misoli deb o'ylayman. Bugungi vaqtingizga ko'p rahmat doktor Gulnora. Bundan keyin biz bu tadqiqot to'g'risida yana bir obdan bir suhbatlasak, ayrim bir sonda yana bir paranglashib, hozir bo'layotgan tadqiqotlar masalan tilshunoslik bu jihatdan az tadqiqotlar bor bizning Uyg'urlarda. Təvərrük o'quvchilar ya tugab ketdi, ya bo'lmasa Xitoyning zindonlariga kirib qoldi. Bo'lsa kelar qatim yana bir qatim ko'rishsak, bugun vaqtingiz uchun qaytadan ko'p tashakkur etdim. Rahmat sizga, sizning vaqtingizni oldik. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Xudoy. Xo'sh,